Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli kırındaşlar, ben kırındaşlar ne bileceğim Allah. Bu devletçilik ideyasini özümüz düşünüş bilen birge kalbimizde yaşnatış ve onu şu devletin iliş ve şu devletin müstakil kılış için düşmanımız boğan Xitay tecavüzçülere emeli hareket gütüş. Yani özümüzün imkaniyeti yaşa barlık imkanlarımızı serp kılıp durup düşmanın üstünden galbi kılış. Bu bizning asosiy qilmoqchi bo'lgan, yetmoqchi bo'lgan nishonimiz bu. Mana bugun bu vatanga bo'lgan, vatanimizni elish qo'ygan, vatanimizga suyishga bo'lgan harakatni bir yakka qila oldik. Teşviqat orqali buni hammamiz o'zimizga umumlashtira oldik. Mana bugun kun biz bugun ahvol so'rasa qarindoshlarimizga avval so'rab bo'lgandan keyin Cumhuriyet kuningizga muborak bo'lsin deb bir-birimizni tabriklab, mana qisqachalarni yo'llayapmiz. Demak nima deganda, bugun biz buni amaliyotga, ya'ni umumiy xalq harakatiga aylantira oldik. Umumiy xalq harakatiga aylantirilgan bu harakatimiz inshaalloh bu o'tni, bu yolqinni vatanga tutashtiramiz. Vatanga tutish orqali xalqimizni umumiy xalq harakati deb buni tushuntirish orqali bu şekilde hemimiz bu vatanimizni qo'lga olmasak bo'lmaydiganligimizni, Xitoy tajovuzchilaridan g'alaba qilish uchun cho'qimcha hemimiz o'zimizning imkonimizga yarasha harakat qilish kerakligimizni. İnşallah mayli iqtisodiyotdan bo'lsin, mayli siyosiy ideologiya sohasida bo'lsin, mayli ma'rif jihatda bo'lsin, mayli tashviqot jihatda bo'lsin, mayli askariy jihatda bo'lsin, har jihatda umumiy birlikni hosil qila olamiz. O'xshamagan fikr, o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lishi mumkin, u tabiiy qarindoshlar. Chunki Alloh taolo har insonni, hatto qo'shmoq bo'lgan bir onaning qarnidan tug'ilgan insonning uchun mijoz xulqini o'xshamagan shaklda yaratgan. Biz cho'qim hammani o'xshash qilib 100% ekilimiz deydigan nimamiz yo'q. Umumjihatdan xalqimizning arzu armani Sharq Turkistonning mustaqilligi. Bunun da Şarkı Türkistan halkının ideoloji asası olan dinimiz İslam, vatanimiz Şarkı Türkistan, milletimiz Uygur, düşmanımız Xitay tecavüzçüleri diyen bu ideoloji asası da yığınçaqlagan şekilde, her xil şekilde imkanımız yetken şekilde hareket kısak buludu. Çokum, sen mening yanıma gelsen, meni itiraf kılsa, meni itiraf kılmanın hemen baka deydigan iş yok. Her kim Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için bizimiz aeroplanda minişimiz mümkün. Bizimiz poyezda minişimiz mümkün. Bizimiz maşinda minişimiz mümkün. Bu katnaş faslarını tallaş, xuddi Şarkı Türkistan davasida qaysi xil şekilde özümüz imkanı yetken usulunu tallaş o'xshagan vasita bo'ladi. Ama nishon bir barda ayirmish Şarkı Türkistan. Ama u yerga berish uchun ba'zimiz aeroplanda, ba'zimiz poyezda, ba'zimiz maşinda minişimiz mümkün. Ama onunla kullanılan sen bombadan, sen birlik ikenmeden, sen akçıdan, sen kökçüden de birbirimizin kapılaşka, birbirimizin tapı tane kılışka bu vaktimizni israf kılıştın, zihnimizni israf kılıştın, üzümüzü xor tutun, başka nesimiz tabi qarayım arkadaşlar. Vatanimiz Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini pak müddetli kolu keltiriş için ağzımızdaki şuar bilen emez, emeli hareketimiz bilen. Şuarımız ne? Emeli hareketimizga tatbiqlagan vaqtida ve bunun için hareket qilgan vaqtimizda, bunun için bedel to'lagan vaqtimizda bu Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltira olamiz. Ammo u deb qo'yib, og'zimizni gapni qilib qo'yib, hareketimiz boshqalab qolib qolsa, vaqtida bu yolg'onchilab qolamiz. Vatanimiz qalbimizda yashagan vaqtida biz vatanimizni amaliyatimizda Sharq Turkistonda yashata olamiz qarindoshlar. Vatanimizga bo'lgan tushunchimiz, mustaqillikka bo'lgan tushunchimiz, mustaqillikka ilishki bo'lgan tushunchimiz bu to'g'rilanmasa, vaqtida biz yerim yo'lda qolib qolamiz qarindoshlar. Hayajon bilan, hissiyot bilan bu mustaqillik qo'lga kelmaydi. Aql bilan, farosat bilan, strategik plan bilan, bedel to'lash bilan Sharq Turkistonning mustaqilligi qo'lga